بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الكتاب الثالث، الدرس الرابع، تلاتينجي درس. درس başlashdan ilgari darsdagi muhim mazmunlarni bir eslab o'taylik. Hamda bugungi darsimizda asosligi 10 turlik nuqtaliq grammatika maqsad qilingan. Bular asosligi fe'llarning turlanish shakllari. Garchi biz sarf kitoblarimizda fe'llarning turlanish ahvolini o'rganib bo'lgan bo'lsak ham, nimaga kelganlik munosabat bilan har birini qisqacha tushuntirib o'tib ketaylik. Endi biz burun o'rgangan fe'llar sulosi mujarrad 6, sulosi mazid 12, rubai mujarrad 1, rubai mazid 3. Hisobda umumisi necha bab? 22 bab bo'lingan. Shundaymi? Bu masala kallamızda aydınlaşıp ketib bo'lgan. Endi yana bir masala, fe'llarning turi 7 ga bo'linadi. Sahih, mudaaf, misal, ajwaf, naqis, lafif, multavi. Shundaymi? Ana mushu fe'llarning ichida odatdagi normal fe'lning shakllariga o'xshash turlanmaydigan bir qancha shakllar bor. Endi alohida ko'rib o'tmasak bo'lmaydigan shakllar. Odatdagi bularning har birisining o'lchamimiz muqim bu. Masalan, fa'ala desak, o'tgan zaman shakli fa'ala, kelgusi zaman shakli babga qarab turib yaf'il yoki yaf'alu yaf'ulu, shundaymi? Ism fa'il fa'ilun, maf'ulun, lam yaf'il, la yaf'ilu, if'il, yaf'il, la taf'il deb har birisi o'zining babiga mos holda turilib chiqaveradi, shundaymi? Endi bir qism bablarning fe'llari yuqoridagi qismlardagi, masalan, ba'zisini mudoaf deymiz, ba'zisi misol deymiz, ba'zisi ajab deymiz, bir qism fe'llar biz o'rgangan bab shakllariga mos holda chiqib unmaydi. Masalan, biz fe'llarning majhul shaklini oldingi bir darslarimizda fu'ila o'lchimida chiqargan, shundaymi? Ammo biz ba'a, yabi'u, qala yaqulu qatalliq fe'llarga kelsak, bu o'lcham bilan chiqmaydi. Masalan, ba'adan biz burun o'rgangan buyi'a, qaladan quvila deb majhul chiqmaydi, shundaymi? Undaganda buni majhulisi nima? Undan boshqa biz ism fa'illarni fa'ilun o'lchimi chiqadigan, shundaymi? Shunaqo? Rama yarmi qatorliq fe'llarda nima chiqib qoldi? Ramin chiqib qoldi, shundaymi? Nima uchun desa, bugundan so'zlamoqchi bo'lgan nuqta fe'llarning tarkibidagi turilish ahvoli alohidaroq bo'lgan 10 xil holat. Fe'llarning tarkibidagi turilish ahvoli alohidaroq bo'lgan necha xil holat? 10 xil holatni nuqtaliq grammatika hisobida bugungi darsimizda so'zlab o'tamiz. Birinchi xil holat, diqqat. Ajwaf fe'llarning, ajwaf degandan keyin lam kallamizga nima keladi? Ba'a yabi'u, nama yanamu, qala yaqulu, shundaymi? Ya'ni fa'ala deki aynan udrusda kesal harf bo'lgan fe'llar ajwaf bo'ladi-ku. Shu fe'llar keladi ko'z oldimizga. Shu fe'llarningki majhul shakli to'g'risida. Bu fe'llarning majhul shakli ikki misol so'zlaylik. Ba'alam qalani misol olsak, bularning majhul shakli aslidagi o'lcham, ya'ni fu'ila o'lchami bo'yicha buyi'a, quvila chiqmasdan nima chiqadi? Bi'a, qila chiqadi. Qalaninki majhul shakli nima? Qila. Ba'aning majhul shakli nima? Bi'a. Nima uchun shunday chiqadi desa, bu savolga javob topish uchun biz cho'qim buni eng asli o'lchamiga sab bo'lib, qolgan sarf qoidalariga bir qilur tahlil qilib boqaylik. Mesela sabah aile
qalani asli fu'ila o'lchimiga solsak nim bo'lg'ay? Quvila bo'lg'ay. Shundami? Quvila degandiki voga zir harakat eg'ir keladi bizning qoidamizda. Buni digili bo'lmaydi, shundami? Qanday oldi? Zirni tashlayotgandan keyin qo'yla olib qoldimi? Endi bu bir majhul bo'lgandan keyin majhullikqa belgi alomat bo'lsin uchun quvviladagi qopdagi pesh harakatni zirga o'tkazib nim bo'ldi? Qivla bo'ldi. Endi zir degan keyingi harfning nim bo'lishini taqozo qiladi, yo bo'lishini taqozo qilib, shundan nim bo'lib ketdi, qila bo'lib ketdi. Bi'a desakmi aslisi babga mas holda bu yi'a chiqish kerak, shundami? Ya harakat kelgandan keyin abtashatliq nim bo'ldi, bu yi'a ya degan oldining nim bo'lishini taqozo qildi, zir bo'lishini taqozo qildi, nim bo'lgan bi'a bo'lgan. Demak, sababsizlar bi'a bo'lib qolmaydi demakchi. Bu birinchi nuqta. Demak, bundan keyin har qanday ajvob kelib qolsa, ya'ni ajvob billah kelib qolsa, buning o'tgan zamon shaklidagi majhulisi nima chiqqay? Bi'a qilaga o'xshash chiqqay. Ikkinchi mazmun mudoaf tillarning ism fa'il shakli. Mudoaf deganimiz tarkibida o'xshash ikki harf kelib qolgan, tashdid kelib qolgan fillar mudoaf bo'ladi. Shundami? Masalan, farra yafirru. Farra yafirru. Undan keyin hajja yahujju, zanna yazunnu degandek fillar. Bu xildagi fillarning ism fa'il shakli biz burun degangan fa'ilun o'lchim bo'yicha chiqmasdan nima chiqadi? Farra yafirrudan farrun. Hajja yahujjudan nima? Hajjun chiqadi. Endi bu nima uchun burunqidek fa'ilun o'lchimida farirun yoki hajijun chiqmaydi deyilsa, gap qayli? Farirun deyli. Qarab baqsaq, ikki harf o'xshash kelib qoldi, shundami? Sarf qoidamizda ikki harf o'xshash kelib qolsa, ikkisini bir-biriga kirgizitish imkoniyati ham bo'lsa, cho'qim kirgizitish kerak. Kirgizitish imkoniyati degan nima? Kirgizitish imkoniyati ikki harfning birinchisi sakin bo'lish, ikkinchisi harakatlik bo'lish. Birinchi harfning harakatini abtash olsak, hech qanday xatolik chiqmaydi bu yerda. Shundan farirun degan harakatni abtash oldik. Nima bo'ldi? Farrun bo'ldi. Hajijun degan birinchi harakatni abtash oldik. Nima bo'ldi? Hajjun bo'ldi. Mana shunga o'xshash chiqadi. Bayatning birinchi so'zlagan majhul ajvob fillarning majhul shaklini chiqarish kitobimizdagi ikkinchi misoli, ikkinchi ko'nikma. Agar shu qoidani izlamoqchi bo'lsak, ikkinchi ko'nikmani izlasak bo'ladi. Endi hozir so'zlagan mudoaf fillarning ism fa'il shakli to'g'riliq qoida kitobimizdagi 4-mashq, ya'ni 4-ko'nikma. Shu yerda izlasak bo'ladi. Endi 3-chi nuqtaliq grammatika o'rganmoqchi bo'lgan mazmunimiz darsimizdagi Voluq ajvob fillardan ism fa'ilning turilinib chiqish shakli. Endi amaliyotda fe'lning tarkibida qanday harf bo'lsa, ism fa'ildimi shu harflar o'z peti fa'ilun o'lchimida kelishi kerak edi. Masalan, daraba yadribu desak, tat ra ba, shundami? Buning ism fa'ilisi nima chiqish kerak? Daribun chiqish kerak. Endi voluq ajvob deganimiz kesal harfi vo degan. Masalan, qala, buning voluqini nima bilamiz? Mastarga shunday qarasak bilamiz. Mastar nima? Qawl. Qawl deb qop vo lam kelishindami? Vo ekan. Andog'ani bizning qiyosimiz, o'lchimimiz bo'yicha ism fa'il nima chiqish kerak? Qavilun chiqish kerak. Ammo afsus, bu yerdagi vo sarf qoidasi bo'yicha nimaga o'zgaraydi? Hamzaga o'zgarib qailun chiqadi. Bilmoqchi bo'lganimiz shu. Ya'ni voluq ajvob fillarda ism fa'il kelgan vaqtda shu vo nimaga o'zgaraydi? Hamzaga o'zgaraydi. Bu bir qoida. Bu 3-qoida. Buni qaramoqchi bo'lsak, 5-mashq qarasak bo'ldi. 4-qoidami mujnoq masalda yaliq ajvob fil. Baytni voluq ajvob filda bu shunday qo, yaliq ajvob filni ism fa'il shakli kelgan vaqtda bayatdan biz
özgürtüdü emas, mana shundaqmi? Bunun o'xshashlar ya hamzaga o'zgartirdi. Masalan, ba'a aslisi nima? Baya'a. Bizning o'lchimimiz bo'yicha nima chiqish kerak edi? Bayi'un chiqish kerak edi, ammo bu yerdagi ya sarf qoidasi bo'yicha nimaga o'zgarib? Hamzaga o'zgarib nima chiqdi? Ba'i'un chiqdi. Bu nuqtaga diqqat qilmoqchi bo'lsak, 6-mashq qarasak bo'ladi. Ana bu yerdagi 3-nuqta bilan 4-nuqtaning asosiy ma'nosi bir. Endi demakchi o'g'ini mayli vo'liq ajabil bo'lsin, mayli yaliq ajabil bo'lsin, ism fa'il shakli shu fe'ldagi vo yaning nimaga o'zgarishi orqali, hamzaga o'zgarishi orqali chiqadi. Masalan, qavaladagi vo hamzaga o'zgarib qa'ilun chiqdi, shundaymi? Baya'adagi ya hamzaga o'zgarib nima chiqdi? Bayi'un chiqdi. 5-chi o'rganmoqchi bo'lgan mazmun vo'liq naqs billah. Naqs bilgan qanday bildi? Oxiridagi kesalar bo'lgan bilishindami? Ya'ni oxiridagi kesalar hep vo bo'lib qolgan naqs billahdan turlanib chiqarilgan ism fa'il shakli odatdagi normal fa'ilun shakliga o'xshash chiqmaydi. Qanday chiqadi? Qarasak, masalan da'a yad'u. Da'aning oxirisiga alif asli vo'dni kirgan alif. Buning dalilimiz masdari da'vatun chiqdi, shundaymi? Demak bu qanday bilgan? Vo'liq naqs. Mushunga o'xshash vo'liq naqs fillardan ism fa'il. Bizning asli qiyosimiz bo'yicha bo'lgan vaqtda da'iun chiqish kerak, shundaymi? Unda chiqmasdan nima chiqadi? Da'in chiqadi. Da'in. Nima bo'lib da'in bo'lib qolganingizda buning ahvolini surishtir qilsak qaranglar. Aslisi da'iun deyli ma'qul. Da'iun deyli, shundaymi? Bu degan kesalar bo'lg'achqa harakat axir keladi deganimda keldi albatta. Shunga harkin tushirotdiq. Nima bo'ldi? Da'i ya sakin bo'ldi, shundaymi? Endi alif lam kirmagan ism o'zida bir tanvin bo'ladi. Har qanday alif lam kirmagan ismda bir dan nima bor? Tanvin bor. Tanvin degan nima? Tanvin degan sakin o'qilgan nun degan gap. Hisobda tanvinning o'zi bir sakin. Unda o'qandan da'ida ya'da bir sakin paydo bo'ldi. Hozir peshin chirib shundaymi? Andan tanvinli bir sakin bor. Chunki alif lam kirmaganlikning o'zi bir dona sakinlikni taqozo qiladi, bir dona tanvinni taqozo qiladi. Shunga ikki tanvin jo'g'ishib qoldi deb yan tashlatdik, nima bo'ldi? Da'in bo'ldi. Bayatan gapini tushunmagan bo'lsanglar, masalan, tanvinli bir sakin bor degan gapni oldiga shunda alif lamdan birini akirib baqsang tushunasizlar. Oldiga birdan alif lam kirsak, da'in degan so'z nima bo'ladi? Ad-da'i bo'ladi. Ya tushib ketmaydi, shundaymi? Chunki alif lam kirgan ismi nima kirmaydi? Tanvin kirmagandan keyin sakin yo'qoldi, ikki sakin ushib qolish yoki tushib ketdi, ya asli keldi degan gap. Demak, yig'incha qilsak, vo'liq naqs bilahning ism fa'il shakli biz degan o'lcham bo'yicha chiqmasdan o'zgarib, ya'ni da'in, da'ayad'uning qanday shaklda da'in shakl chiqar ekan. Bu nuqtani ko'rmoqchi bo'lsak, darsimizdagi 7-mashq qarasak bo'ladi. 6-mazmun yaliq naqs billahning ism fa'il shakli bayatdagi vo'liq naqs billahning ism fa'il shakliga o'xshash oxiridagi harf qanday ketib, tushib ketib chiqadi. Masalan, saqa, yasqi. Buning ism fa'ili asli bizning xiyolimizdagi o'lcham bo'yicha saqiyun chiqishi shundaymi? Ammo unda chiqmaydi, nima chiqadi? Saqin chiqadi. Nima uchun shunday chiqadiganligi bayatning biz da'in deb bayon qilgan illat bilan tamoman o'xshash. Bu nuqta 8-mashqda muzokara qilinadigan nuqta. 7-chi muhim mazmun vo'liq ajabillah. Endi ism fa'ilning gibi oxirlashdi. Yuqorida vo'liq ajab fe'l, yaliq ajab fe'l, vo'liq naqs fe'l, yaliq naqs fe'llarning hammasining ism fa'il shaklini chiqardi-ku. Endi shularni boshdan tortib ism maf'ul shaklini chiqaramiz. Yuqoridagi ism fa'il chiqargan. Iniq qilinglar, zirak tutinglar. 3-nchisi vo'liq ajab fe'l, 4-nchisi yaliq ajab fe'l, 5-nchisi vo'liq naqs fe'l, 6-nchisi yaliq naqs fe'llarning ism fa'il shaklini chiqardikmi? Endi shu tartib bo'yicha nima shaklni chiqaramiz? Ism maf'ul shaklini. Endi hozir chiqaraylik. 7-mazmun vo'liq ajab fe'llarning ism maf'ul shakli odatdagi biz degandek nima o'lchami chiqmaydi? Maf'ulun o'lchami chiqmaydi. Masalan, qala yaqulu desak, maqbulun o'lchami chiqmaydi, nima chiqadi? Maqulun o'lchamida chiqadi.
Nima uchun shunday bo'lib qolgan? Buni asliga qaytarib baqsang darrov tushunasizlar. Asliga qaytarib baqayli. Maqvulun. Maqvulun voga pashrakat kelib qoldi. Tex eg'er shundami? Pashni shunda oldida kelib qop bersak, maqudab necha vo, ikki dona sakin vo yig'ilishib qoldi. Birini tashlab etdik, oldini tashlab etdik, nima bo'ldi? Maqulun bo'ldi. Bu mazmun 10-mashqda gavdalik muzokara qilindi. 8-mazmun ya'liq ajabiyatlardagi ism maf'ulning shakli, ya'ni biz o'rgangan maf'ulning shakli chiqmasdan boshqacha o'lcham chiqdi. Masalan, ba'a yabi'uning ism maf'ul shakli asli bizning qalbimizga ang bo'yicha nima chiqish kerak? Mabiyun chiqish kerak. Ammo mabiyun chiqmasdan nima chiqadi? Mabiyun chiqadi. Nima uchun? Asliga qaytib baqsaq darrov bilamiz. Ya'ni mabiyun desak, ya harakat eg'ir keldi. Shundaqo, shundan qanday qildik? Ya'ni pash harakatning oldiga nima gap berdik? Ba gap berdik. Nima bo'ldi shuni o'ylan? Mabiyu deb va bilan ya sakinala tushirishdi shundami? Vo'ni tashlab olamdi? Yo'q. Nimani tashlaymiz? Ya'ni tashlaymiz. Shundan nima bo'ldi? Mabuun bo'ldi. Mabuun. Endi ya'dan bir chiqib ketdi hozir shundami? Açıp ketken yağa belge bolsun için berdeki peşte zırgı özgürdük ne oldu? Mabiun bo'ldi. Endi onu aldı zırgı açıpqa zırgı masalda onu nima o'zgartirildi? Yağ o'zgartirildi, mabiun bo'ldi. Shunga mabiun bo'lib qolgan. Bu nuqtalar izlanmasa, sarf darslarimizda to'liq tafsiliy bayon qilinib qolgan shundami? Bu yerda kelib qolganlik munosabati bilan qaytadan deb qoldik. Yani bu nuqta 11-mashqda alohida gavdilanadi. 9-mazmun Vo'liq naqs fe'llarniki ism maf'ul shakli biz degandek maf'ul o'lchim chiqmaydi. Qanday chiqadi? Masalan, da'a yad'u degan fe'ldan mad'uun chiqmasdan mad'uun deb ikki vo bir-biriga kirib ketgan. Nima ishqa? Ikki vo keldi, oldi sakin keldi. Idg'omning sharti hozir shundami? Kirgizmatdoq nima bo'ldi? Mad'uun bo'ldi. Ya'ni bu 12-mashqda aniq gavdilanadi. 10-mazmun ya'liq naqs fe'llarda ism maf'ulning shakli biz o'ylagandek maf'ulning o'lchami chiqmasdan, masalan, bana yabni degan fe'ldan nima chiqadi? Mabniyun. Rama yarmidan nima? Marmiyun. Nima uchun? Asli shaklda chiqarib boqayli. Marmuyun. Shundami? Marmuyun. Bu ya ikkisi o'xshash ikkisal harf. Tashlash ketib bo'lmaydi bu ne? Yan tashlash ketib bo'lmaydi. Shundan qanday qildik? Buni ya o'zgartirib marmuyun qildik. Kirgizdik, marmuyun bo'ldimi? Yog'gandan oldindan bo'lishini taqozo qildi, zararlashini taqozo qildi, marmiyun qildik. Nima shu bo'yicha chiqdi. Demak, bugungi darsimizdagi asosiy nuqta biz normal turlab kelgan vaqtga odatga normal o'lchamdan g'ayriroq chiqadigan ism fa'il ism bilan shaklini bizga qanday qilmoqchi, bildirmoqchi. Bu nuqtalar o'zlashib ketsa, bugungi darsdagi talab oxirlashdi, ha. Yuqoridagi mazmunlar tushunishli bo'lgan bo'lsa, men dialogni sizlarga o'qib, tarjima qilib, yuqoridagi mazmunlarni tahlil qilib beray. الدرس الرابع في مكتب مدير معهد اللغة العربية يسمع طرق على الباب. يدخل شاب ويسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطالب جديد أنت؟ لا، أنا زائر. أهلا وسهلا، اجلس. من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا محاضر في معهد اللغة العربية بلاهور. جئت حاجا فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشهير. قيل لي إنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه. مرحبا بك، ما اسمك؟ اسمي مهدي بن عبد الهادي. يدرس في معهدنا دارسون من معظم بلاد العالم، يتراوح عددهم بين 450 و 500، ومدة الدراسية فيه 2 سنين. هذه نسخة من المناهج وهي هدية لك، وهذه بعض كتبنا. أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ هذه الكتب لا تباع،
يمكنك الحصول عليها مجانا من مركز الشؤون الدعوة. يدخل ساق ويصب لهما القهوة. أدعوك لزيارة معهدنا. هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المعهد. أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر. سأنتهز هذه الفرصة وأزور معهدكم إن شاء الله. أصب لك مزيدا من القهوة يا شيخ؟ لا وشكرا. أستأذنك الآن يا فضيلة الشيخ. جزاك الله خيرا. إلى اللقاء. صاحبتك السلام في الحل والترحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To'rtinchi dars Arab tili instituti mudirining ishxonasida. Arab tili instituti mudirining ishxonasida. Yusma'u tarqun 'alal bab. Ishikdan bir chekish anglanayotganini, ishikning chekilganini anglanayotdi. Udkhul, keling. Yadkhulu shabun va yusallim. Bir yosh kirib salom berdi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. أنت طالب أنت جديد؟ طالب جديد أنت؟ siz yangi o'quvchimi? La, ana zair, man ziyoratchi. Endi mushada zair, zara, yazuru degan fe'lning ism fa'il shakli zair. Ya'ni bo'liq ajvob fe'llarininki ism fa'il shaklini 3-qoidamizda Vo'liq ajob fe'llarininki ism fa'il shaklida shu vo nimaga o'zgaradi? Hamzaga degan shundami? Zara yazuluda nima chiqdi? Zair. Vo hamzaga o'zgardi. Ahla va sahlan. Ijlis min ayna ant? Xush kelibsiz, o'tiring. Qayerdan keldingiz? Min ayna ant? Siz qayerdan? Ana min Pakistan. Ana muhadir fi ma'had lug'at al-arabiyya fi Lahor. Man Lahordagi arab tili institutidagi leksiyachi. Muhadir degani dokladchi, leksiyachi degan ma'noda. Ji'tu hajjan, man haj qilib kelgan. Hajjan degani hajja yahujjun chiqqanimi ism fa'il, ya'ni bugun darsimizdagi ikkinchi nuqliq grammatika mudoafillarning ism fa'il shakli qanday chiqadi? Ikki harf birga holda chiqadi shundami? Ma'u hajja yahujjun chiqqanimi ism fa'il. Man haj qilib kelgan. Ism fa'ilni nima tarjima qildik? Qilib, etib, qilg'uch aytgich shundami? Shu asosda. Faqtanamtu hazihi al-fursa li ziyarati ma'hadikum ash-shahir. Shuni bilan faqtanamtu fa shunglashqa men haj kelgachga degandek menda. Shunglashqa buni sizlarning dangliq institutlarni ziyorat qilishning bir fursati deb bildim. Iqtinam asl lug'at ma'noda fursat tepish, fursat tutish degan ma'noda. Sizlarning dangliq institutlarni ziyorat qilish fursatini, bu fursatni ching tutdim degan ma'noda. Yoki fursat topdim degan ma'noda. Qilali, qila. Biz birinchi qoida ajob illarniki majhul shakli fi'la o'zini chiqadi degan shundami? Qila. إنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. معنى bunun إنه دكه مش إنستوت قالتدا مش إنستوتның Arab tili bilan so'zlaydiganlarga arab tilini o'rgatadigan eng yaxshi institut dilindi. Manga bu institutning innahu dikuhu bu institut arab tili bilan so'zlaydiganlarga li g'ayri notiqina biha dikaha arab tiliga qaytadi va arab tili bilan so'zlaydiganlarga arab tili o'rgatadigan li ta'limdagi li o'rgatadigan qiladigan eng yaxshi ahsanu ma'had institut dilindi. Shunga fa uhibbudika fa shunga uning prinsiplari o'rgatish programmalari manhaj degan gap. O'rgatish programmalari va kitoblaridan xabar topishni yaxshi ko'rdim. At-tali'ani xabar topish, bilish, ko'rish degan ma'noda. Xabar topishni yaxshi ko'rdim. Marhaban bek, masmuk, xush kelibsiz. Ismingiz nima? Ismi Mahdi ibn Abdul Hadi. Ismim Mahdi ibn Abdul Hadi. يدرس في معهدنا دارسون من معظم بلاد العالم. Bizning institutda dunyodagi davlatlarning ko'pinchasidan kelgan o'quvchilar o'qiydi. Darisun, darasa o'qidi, daris o'quvchi shundami?
ism fa'il. Yatarawahu adaduhum bayna 450 va 500. Ularning soni 450 va 500 atrofida. Amyadagi yatarawahu degani bir turaqliq ibora. Yatarawahu kelib chiqet bayna deb keladi. Ya'ni ning atrofida deb tarjima qilamiz. Masalan, bugungi sinfdagi o'quvchilarimiz manchilar atrofida desa, yatarawahu at-tullab al-yawm bayna 4 masalan 50 va 40 desa 50 bilan 40 ning o'rtada bugungi o'quvchilar degandek ma'noda. Muddat ad-dirasa fihi sanatan. Uningdagi o'qish muddati 2 yil. Hadihi nusxatun min al-manahij. Bu o'qitish prinsipining, ya'ni o'qitish programmasining bir nusxasi. Va hiya hadiyatun lak. Bu sizga sovg'a. Va hadihi ba'd kutubina. Bu bizning bir qism kitoblarimiz. Ayna yumkinuni shira'u hadihi al-kutub? Bu kitoblarni nadin sotib olish mumkin yoki nadin sotib olishim mumkin. Yumkinuni o'g'achqa, menga mumkin bo'ladi o'g'achqa shundaymi? Nadin sotib olishim mumkin. Hadihi al-kutub la tuba'. Bu kitoblar sotilmaydi. Ammo tuba' ba'a yabi uninki majul shaklida nima? Yuba'. Ma kutub aqlsiz ko'plik o'g'achqa buni muannas birlik shaklida nima keldi? Tuba' keldi. Yumkinuka al-husulu 'alayha majjanan min markaz shu'un ad-da'wa. Siz bu kitoblarga da'vat ishlari markazidan haqsiz erisha olasiz. Yumkinuka degan gap qila olasiz aytib buni burunlarni tarjima qilib qo'ygan. Shundaymi? Amkana yumkinini qilish, itish, qilalish, italish, qilsangiz bo'ladi, asingiz bo'ladi degandek tarjima qilgan. Bu yerdami siz bu kitoblarga da'vat ishlari markazidan haqsiz erishsangiz bo'ladi yoki haqsiz erisha olasiz. Yadkhulu saqin va yasubu lahum al-qahwa. Suchi, saqin degan gap odamga suv quyilgan odam degan gap, chaychi degan gap. Makotibning chaychi, ya'ni suchi kirib, u ikkisiga qahva quydi. Anadagi saqa, yasqi, yoliq nima? Naqis. Endi yoliqlik naqis fe'llardan ism fa'il nima shaklda chiqibdi? Fa'il oxiridagi lam chukisi tushundami? Lam o'ldirish kerak. Xuddi ayat-udin dayin chiqqanda qo va yatinqi. Shu asosda saqin deb chiqqan gap. Ad'uka li ziyarati ma'hadina. Sizni bizning institutimizni ziyorat qilishga chaqiraman. Hadhihi bitaqati, bu mening kartochkam. Fiha unvani va unvanul ma'had. Uningda mening adresim va institutning adresi bor. Ana mad'uun li huduri mu'tamarin fi Pakistan ba'da ashhur. Men Pokistondagi bir necha oydan keyin o'tkazilgan kengashga berish uchun chaqirilgan. Li hudur degan berish kirish degan ma'noda hozir bo'lishga gap. Hozir bo'lishga chaqirilgan. Mad'uun da'a yad'udan chiqqan nima? Ism maf'ul. Bayatni biz to'g'ri so'zlab bo'ldik-ku, qoida shundaymi? Bo'liq naqislarning ism maf'uli mush shaklda chiqadi. Sa'antahizu hazihi al-fursa. Men mushu fursatni tutib, sizlarning institutinglarni ziyorat qilaman Alloh xolisa. Asub balaka mazida min al-qahwa ya shayx. Shayx, sizga qahvadan yana qo'yaymi? Mazida degan gap ko'proq, yana degan gap, yana ya ko'proq qo'yaymi? La va shukran. Bo'ldi, rahmat. Astazinuka al-an ya fadlat al-shayx. Hurmatli shayx, hozir sizdan izn so'rayman. Xo'sh demakchi. Jazakallohu xayra. Alloh sizga yaxshi mukofotlarni bersin. Ila liqa. Ko'rishga shaman bo'ling. Sahibatga salama fil hilli va tarhal. Nima fil hilli va tarhal degani odatda boshqalarni uzatgan vaqtdagi bir xil turaqliq ibora. Siz turgan, mangan holatlaringizda sizga salomatchilik yari bo'lsin, sahiba degan gap hamroh bo'lsin degan gap. Tinchlik yari bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.